Oldinlari yaxshi sharoit faqat tuman markazlarida yoki shaharda bor degan fikrlar qulog'imizga ko'p chalinardi. Bugun esa hatto olis chekka hududlarda ham ko'zni quvontiradigan baland, eng muhimi aholi uchun munosib turmush sharoitini yaratish maqsadida ko'p qavatli turar joylar barpo etilmoqda. Turar joy massivlarida suv, elektr, gaz ta'minoti obyektlari hamda yo'llar holatini yaxshilashga ham alohida e'tibor berildi. Bu ishlar natijasida hududda yangi qiyofa shakllandi. Aholining hayot darajasi yaxshilandi. Yangi O'zbekiston turar joy massivlaridagi qurilish ishlari ham aholi ehtiyojini qoplashda, farovon hayotini ta'minlashda muhim o'ringa ega. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Loyihalarni belgilangan muddatida sifatli qilib topshirish ish jarayonidagi muhim qoida va talablardan biri. Qo'l uchida chizilgan chizma yoki shunchaki xayol, tasavvur bilan ish bitmaydi. Har bir binoning qurilishi avvalambor aniqlikka asoslangan loyihaga bog'liq. Quruvchining har bir terayotgan g'ishti, suvoqchining silliq chiqargan devor yuzi, xullas ishchi mehnati va qurilish mahsulotlari sifati loyihaning qog'ozdan yerga ko'chishida muhim ahamiyatga ega. Viloyatning 3 ta hududida, ya'ni Yangiariq, Xonqa hamda Tuproqqal'a tumanlarida Yangi O'zbekiston turar joy massivlari qurilishi davom etmoqda. 2022-2026 yillarda 27 gektar yer maydonida 2382 ta xonadonli 108 ta ko'p qavatli uylar qurilishi belgilangan va bu jarayon bugun ham davom etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-21 26 farmoniga asosan Xorazm viloyatida jami 7000 xonadonli 200 ta ko'p qavatli uylar qurilishi rejalashtirilgan. Shundan Yangi O'zbekiston massivlarimizda 2592 ta xonadonli 80 ta ko'p qavatli uy-joylar qurilishi rejalashtirilgan. Bugungi kunga qadar 14 ta ko'p qavatli uy-joylar foydalanishga topshirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 9 dekabrdagi Yangi O'zbekiston massivlarini qurish va hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash to'g'risidagi farmoniga asosan Yangiariq tumanidagi Do'stlik mahallasida ham Yangi O'zbekiston massivini barpo etish uchun 6,5 gektar yer maydoni tanlangan edi. Bu yerda jami 37 ta 5 qavatli 770 ta xonadonli uy-joylar qurilishi rejalashtirilgan edi. Bugungi kungacha massivda 10 dan ortiq ko'p qavatli uy-joylar qurib bitkazilib, egalariga topshirildi. Hozirda ham qurilish ishlari davom etmoqda. Bu jarayonni Xonqa va Tuproqqal'a tumanlarida ham kuzatish mumkin.